musiqa peshonamga tegdi. Keyin yuzimga. Nihoyat lablarimiz birlashdi. Bu shunday musiqa otashin ediki men o'sha uzumzor soyasida o'zimni yo'qotdim va qayta tugildim. Mening ismim Nafisa. 19 musiqa yoshdaman. O'sha yoz hayotimdagi eng esda qolarli yoz edi. Institutdan musiqa qishloqdagi uyimizga yozgi ta'tilga qaytgandim. Kunlar bir maromda issiq va soyin musiqa otardi. Ammo kechalari boshqacha edi. Osmonda yulduzlar, musiqa, charaqlar, havo salqin tortib. Allaqanday sirli bir muhit hukm surardi. Qo'shnimiz Saad opaning o'g'li Azamat. U mendan musiqa 3 yosh katta. Bolaligimiz birga o'tgan. Birga o'ynardik, birga ulgaydik. Musiqa, lekin men institutga ketganimdan keyin u ancha o'zgargandi. Musiqa u endi yigitcha emas, haqiqiy yigitga aylangandi. Boyari cho'zilgan, yelkalari musiqa kengaygan, nigohlari esa endi bolalar beg'ubor emasdi. Ularda musiqa boshqa bir ma'no, boshqa bir ol paydo bo'lgandi. Yoki men uni shunday ko'rayotgandim. Osha oqson men hovlimizdagi musiqa so'rida yulduzlarga termulib choy ichib o'tirardim. Orqamdan tanish. Ammo endi chuqurlashgan musiqa ovoz eshitildi. Yana yolg'izlikni kuchib o'tiribsanmi, Nafisa? Bu Azamat edi. U kulib turardi, ammo ko'zlari meni butunlay musiqa o'rganardi. Yuragim gupillab ketdi. Salqin havoda o'tirgim keldi dedim okdi. U musiqa yonimga o'tirdi. Bir muddat jim qoldik. Faqat chigirtkalarning musiqa chirillashi eshitilardi. Sen ancha o'zgaribsan, dedi u nihoyat. Ovozi negadir bo'gilib. Go'zallashibsan. Men musiqa qizarib ketdim. Boshimni ekdim. Sen ham, dedim musiqa pichirlab. Suhbatimiz avvaliga bolalik xotiralari bilan boshlandi. Kulishdik. Lekin musiqa asta-sekin suhbatimiz jiddiylashdi. U shahardagi ishlari haqida, men esa o'qishim haqida gapirdim. Lekin gaplarimiz ular shunchaki musiqa gap emasdi. Ular orasida aytilmagan so'zlar, yashirin nigohlar bor edi. Birdan u jim qoldi. Menga shunday tikilib qaradiki, musiqa, bilasanmi Nafisa? Men seni ko'p yillardan beri boshqacha his qilaman. Avvaliga bu shunchaki musiqa, qo'shnichilik mehri, ukalik mehr deb o'ylardim. Lekin sen ketganingdan keyin seni shunday musiqa sog'indimki, sen ulgayganing sari sening ko'zlaring, sening kulgularing meni aqldan musiqa ozdirdi. Yuragim xafasdan chiqib ketayozdi. Men so'z topolmadim. Musiqa, ammo ko'zlarim unga allaqachon javob berib bo'lgandi. U asta qo'limni ushladi. Qo'llari musiqa qaynoq kuchli. Ammo shunday mayin ediki men qarshilik ko'rsatmadim. Bu men kutgan musiqa, ichimdan orzu qilgan lahza edi. Qo'rqyapsanmi? Yo'q. Faqat bu tuyg'u, bu musiqa shunday kuchli ediki, yuragim bizimga tiqilgandek edi. Azamat musiqa asta qo'limdan tortib o'rnidan turdi. Meni hovlimiz orqasidagi oyurida yaltirab musiqa turgan uzumzor tomon boshladi. O'sha yerda salqin tog'lar soyasida biz yana yuzma-yuz keldik. Havo yomg'iriga to'lgandi. Go'yo tabiat ham bu tunning sirli bo'lishini musiqa bilgandek edi. Menga yaqinlashdi. Nafasi yuzimga urildi. Musiqa uning lablari peshonamga tegdi. Keyin chakalarimga, yuzimga. Nihoyat lablarimiz birlashdi. Musiqa, bu mening birinchi bo'lsam edi. Ammo bu shunchaki oddiy bo'lsa emasdi. Bu yillar davomida yig'ilgan sog'inchning, musiqa, aytilmagan hisning portlashi edi. Bu shunday mehrli, shunday musiqa ehtirosli ediki, men ko'zlarimni yumdim. U meni bag'riga bosdi. Uning quchog'i musiqa shunday issiq, shunday himoyalovchi edi. Men unga suyanarkanman. Butun dunyo yo'qolib qolgandek tuyuldi. Musiqa faqat u va men. O'sha tun biz oramizdagi his-tuyg'ularga bo'ysundik. Uning o'pichlari chuqurlashdi, musiqa talabchanlashdi. Qo'llari sochlarim orasiga kirib boshimni o'ziga musiqa tortdi. Mening ham qo'llarim beixtiyor uning kuchli yelkasini topdi.
Musiqa bu men yillar davomida orzu qilgan his edi. Uning qo'llari belimdan pastga sirgalarkan, musiqa men titrab ketdim. Nafisa jonim, musiqa, dedi u hansira. Men to'xtay olmayman. To'xtamang, dedim men ham pichirlab o'zimni yo'qotib. U meni avaylab yerga yumshoq maysaning ustiga yotqizdi. Oy nuri uzun barglari orasidan tushib uning yonib turgan ko'zlarini yoritardi. U sekin ko'ylagimning tugmalarini yechib boshladi. Uning barmoqlari tanamga tekkanida musiqa men olib yonayotgandek edim. Men uyalardim. Ammo bu uyat shunday shirin ediki, u yechindi. Musiqa uning kuchli yosh tanasi oy nurida yanada jozibali ko'rinardi. U mening tanamni o'rganar ekan. Men hayajondan nafas ololmay qolgandim. Uning lablari oq, uning musiqa lablari. Ular mening tanamning har bir nuqtasini uyg'otdi. Bo'ynimni, yelkalarimni, ko'kraklarimni. U ularni avval mayinlik bilan o'pdi. Musiqa keyin esadan sekin tishlab oldi. Men oq urib yubordim. Bu lazzatdan musiqa boshim aylanib ketdi. Men uni mahkam quchoqlab tirnoqlarimni yelkasiga botirdim. Uning musiqa issiq nafasi kindligimdan pastga tushdi. Uning tili oqi, men bunday lazzat borligini bilmagandim. Men faqat ingay olardim. U mening ayolligimni shunday musiqa ehtiros bilan o'pardiki, men aqldan oza yozdim. Men butunlay unga taslim bo'lgandim. Nihoyat u ustimga chiqdi. Uning qattiq turgan vujudi oyoqlarim orasiga yaqinlashdi. Musiqa, men uning kattaligini his qilib bir zum qo'rqdim. Musiqa, bo'shashing jonim, dedi u pichirlab. Sekin ammo ustalik bilan ichimga kirgazdi. Musiqa, men ko'zlarimni qattiq yumib, labimni tishladim. Bu og'riq va lazzatning musiqa portlashi edi. U bir soniya to'xtadi. Keyin sekin harakatlana boshladi. Chuqur va mayin. Har bir harakat bilan men o'zimni yo'qotib borardim. Musiqa bu shunchalik kuchli, shunchalik yangi his ediki, men uzoqqa bormadim. Men qattiq musiqa qaltirab uning yelkasini tirnab bo'shashdim. U to'xtamadi. U jilmaydi. Endi haqiqiy musiqa lazzat boshlanadi, Nafisa. Endi u tezlashdi. Uning har musiqa bir zarbasi meni lazzatning choqqisiga olib chiqayotgandek edi. Men uning belini tirnardim. Oyoqlarimni uning beliga chirmadim. Uning ingrashi mening gashim. Biz ikki vujud emas, bir butun olva edik. Nihoyat musiqa u chuqur ingrab sochlarimdan tortgancha ichimga otildi. Men ham uning ortidan larzaga keldim. Musiqa butun tanam qaltirab bo'shashdi. Biz bir necha daqiqa shunday musiqa qoldik. Terlagan, hansiragan, ammo allaqanday bir galati, gunohkor baxtni his qilgan holda. Ertasi musiqa kuni tongda uyg'onganimda tanam og'riqdan zirkirardi. Ammo lablarimda uning bolsasining ta'mi, qalbimda musiqa esa iliqlik bor edi. O'sha kundan keyin bizning yashirin hayotimiz musiqa boshlandi. Kunduzlari shunchaki qo'shnilar, musiqa, kechalari esa imkon topildi deguncha o'sha uzumzor soyasida uchrashardik. Biz gaplashardik, musiqa, kulishardik va sevishardik. Har bir uchrashuvimiz avvalgisidan ham otashunroq bo'lardi. Men musiqa uning tanasini o'rgandim, u menikini. Biz bir-birimizga toymasdik. Men endi avvalgi tortinchoq qiz musiqa emasdim. Men sevgan va sevilgan ayol edim. Men undagi bu o'zgarishni his qilardim. Men senga uylanishni istayman, musiqa. Nafisa, dedi u bir kuni sochlarimni sap. Sensiz yashay olmayman. Sen, musiqa, men uchun birinchi va yagonasan. Yuragim erib ketdi. Bu men orzu qilgan so'zlar musiqa edi. U meni nafaqat tanam uchun, balki qalbim uchun sevgan edi. Bugun musiqa biz turmush qurganmiz, baxtlimiz. Har galha musiqa yozgi tunni eslasak, ikkimiz ham jilmayib qo'yamiz. Chunki bu nafaqat mening birinchi kecham musiqa, balki bizning abadiy sevgimiz boshlangan o'sha sehrli tun edi. Ja, musiqa.